O'zi O'zbekiston bo'yicha juda ham sanoqli mashinalar qoldi, uni ham hammasi bizga va eng qizig'i biz rassrochkaga qo'yapmiz. Bu nima degan gap bu? Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimiz Bestun Buxoro avtosalonidagi Jitur X90 Plus modeli haqida. Kuzating, videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham qiziq ma'lumotlar, to'lov usullari va siz uchun manfaatli bo'lgan bonuslar video davomida bo'ladi. Bitta like, komment yozishni esdan chiqarmang. O'zi umuman olganda respublika bo'yicha Jitur X90 Plus modellari sanoqli qolgan va eng qizig'i Bestun Buxoro avtosalonida Jitur X90 Plus modellarini endi bundan buyog'iga rassrochka asosida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Siz avtomashinani tan narxini 50% ni to'laysiz, qolgan 50% ni hech qanday foiz va penalarsiz 24 oy muddatga bo'lib to'lash asosida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqida yana batafsil video davomida tushuntiramiz. Ungacha bitta mashinamizni bitta qisqagina obzor qilib beramiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun, siz uchun zerikarli bo'lib qolmasligi uchun. Jitur X90 Plus modelimiz demak 1.6 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 197 ot kuchiga ega oilaviy 7 kishilik crossover hisoblanadi. Jitur X90 Plus boshqa crossoverlardan nimasi bilan farq qiladi? Birinchidan agressiv dizayn, kattagina salon va eng qizig'i ushbu inomarkamizda X90 modelida inomarkalar uchun qanaqa komfortlar kerak bo'lsa, hammasidan topiladi. O'z bitta qisqacha yana video davomida obzor qilib ketamiz. Keling bitta mana bu oldi qismidan bitta ko'rsatamiz. Proyeksionli optikaviy linzalar bilan jihozlangan. Bu sizga harakat davomida ortiqcha joylarga tushmaydi, faqat sizga to'g'ri proyeksiya chizib beradi. Bu degani siz kechqurunda harakatlanishingiz ancha osonroq bo'ladi va 20 razmerli diska balonlar bilan jihozlangan. Protektorning qalinligi 24 bo'ladi. Demak, beskulchovoy dostuplari bo'ladi. Qo'lingizga tegganingizda mana signal ham beradi. Slipoy zonalari bor. Bitta salon interyeriga urg'u berib o'tamiz. Bunaqa neobичный rang, o'zgacha. Kirganingizda eng qizig'i joydan hech qanaqa muammo yo'q. O'tirganingizda o'zingizni bemalol komfortda, bari ham kattagina bar bo'ladi. Lyuki ham bor va bitta oldiraylik. Mana ovozi ham juda ham chiroyli yonib beradi. Bu yoqda klimat kontrol zonasi bo'ladi. Abduf, abagrev, avtomashina rejimlarini ham bemalol shu yerdan tayyorlasangiz bo'ladi. Va bar qismi, mana bar qismini bitta ichini ko'rsatib o'tamiz. Ichida xolodilnik ham bo'ladi va mana bunaqa ikkita portlari ham bo'ladi. Nima deydi? Besprovodnoy zaryadkasi ham bo'ladi ushbu avtomashinamizda. Salon dizayni mana bu yerda podsvetkalar bo'ladi. Mana yoqqaningizda splashnoy siz uchun chiroyli bir o'zgacha emotsiya beradi. Mashinaning zo'rligini qayerdan bilsangiz bo'ladi? Obshivka qismlaridan. Obshivka qismlari mana bu yoqda 2 qavatli rezina bo'ladi. Bu degani siz tashqarida loy bo'lsa, har xil chang bo'lsa, harakat davomida yo bir mashina to'xtagan vaqtda ichkariga kirmaydi. Qanchalik loy, suv bo'lishidan qat'iy nazar, shu tashqarida qoladi, ichkariga kirmaydi. Xo'p. Mana bu esa avtomashinamizning orqa qismi. Ikkinchi qatori, ya'ni ushbu avtomashinamiz 3 qatorli bo'ladi. O'tirganingizda mana shuncha oradagi masofa, mana bu sideniyalar standartdan ko'ra orqa-roqqa keltirilgan. Mana turganingizda ham shuncha masofa va mana bu sideniyasini bemalol orqa, mana oldinga o'ynatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz orqa-roq qilib, bemalol uzoq yo'lga borganda yotib, dam olib ketsangiz ham bemalol bo'ladi va yana bitta plyusi Jiturni nima uchun, Jitur X90 Plus nima uchun yaxshi mashinalar oilasiga kiradi? Mana orqa oldin keltirsangiz bo'ladi sideniyani. Endi ko'pchilik crossoverlarda bunaqa qulaylik, bunaqa komfort yo'q. Shu uchun X90 Plus shu tomonlama boshqa crossoverlardan ajralib turadi. Endi operator bitta shu 3-qatorni ham bitta ko'rsatib o'taylik.
Uchinchi qatori endi baribir ikkinchi qatorday katta emas. Mana elektropaket bo'ladi. Mana bu tarafdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Uchinchi qatorning kattaligini xohlasangiz buni uchinchi qator qilib ishlatishingiz mumkin yoki-da sizga uncha shart ham bo'lmasa, bittada yotqizib, masalan, bagaj qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu sizlar hozir orqaga keltirilgan ikkinchi qatori. Agar ikkinchi qator sal oldinroqqa bo'lsa, mana bu bemalol yotadi va tekis sizga yuzaga aylanadi. Bemalol bagaj qilib ishlatsangiz bo'ladi. Demak, elektropaket bo'ladi, detskiy rejimlari bor. Umuman olganda 400 million so'mga juda ham arziydigan crossover. Avtomashinamizni chegirmada, naqd yoki avtokreditda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar rassrochka asosida xarid qilaman desangiz, o'sha o'zini chegirmasiz tan narxini 2 yilga bo'lib to'lashga boshlanasiz 50% bilan bitta pasport evaziga 12 ta viloyatga chiqarib beramiz. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, qanday ma'lumot, to'lov turlari, graflari qiziq bo'lsa, agar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Kimlargadir naqd to'lamoqchi bo'lsa yoki-da avtokredit asosida xarid qilmoqchi bo'lsa, ularga yana alohida chegirmalari bo'ladi. Sizni qanday savollar qiziqtirsa ham ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizga qo'ldan kelgancha individual tarzda yondashib, professional javoblarimizni qaytaramiz. Manzilimizni bitta eslatib o'tamiz. Manzilimiz Buxoro shahar, Stora avtomashina bozorini qarama-qarshisidagi Bestyumbao rasmiy avtosaloni.